O'lmas Umarbekov. Yozuvchi, kinosenarist, tarjimon, davlat arbobi O'lmas Umarbekov 1934 hamda 1994-yil oralig'ida umr ko'rgan. Toshkentda tug'ilgan. Dastlab o'rta maktabda, so'ng Toshkent davlat universitetida, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olgan. Yozuvchi bolalik orzulari haqida shunday degan edi: Men ham yoshligimda ko'p narsalarga qiziqqanman. Keyinchalik uchuvchilikni orzu qilgan edim. Bog'bon ham bo'lmoqchi bo'lganman, ammo adabiyot hamma orzularimdan kuchliroq qildi. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'rta maktabni tugatganimdan hech ikkilanmasdan Toshkent Dorifununning filologiya fakultetiga kirdim. Endi bo'lsa, adabiyotsiz, badiiy ijodsiz hayotimni tasavvur qilolmayman. O'lmas Umarbekovning qator asarlari boshqa tillarga tarjima qilingan. O'zi ham jahon yozuvchilar asarlarini o'zbek tiliga o'girgan. Yozuvchining ssenariylari asosida badiiy filmlar suratga olingan. Adib xizmatlari hukumat tomonidan e'tirof etilib, faxriy unvonlar bilan taqdirlangan. Qiyomat qarzi. Sarsanbay ota rayon markaziga kelganida quyosh yerdan endigina cho'g'ri tilimdek ko'tarilgan edi. Kim bo'ldi? Hali erta bo'lgani uchunmi yo sovuq tushib bozor o'char qiladiganlar kamayib qolgandanmi? Odam siyrak. Bozor kunlar bo'ladigan g'ala-g'ovur to'polon yo'q. Chol ichida xursand bo'lib qo'ydi. Ha, tuzuk. Bu gal kechikmadim. Avji bozor. U shunday deb otning jilovini tortdi. Quloqlarini osiltirib tin olayotgan To'riq xuddi shuni kutib turganidek pastga daryo tomonga yo'rg'aladi. Bu joylarni u egasi kabi yaxshi biladi. Ulg'ayib ustiga egar urilibdiki, har yakshanba kuni butun Hisorni oshib shu yerga keladi. Tor taxta ko'prikning yoniga omonatgina qurilgan choyxona etagida to'xtaydi. Daryoning sel yuvib beso'naqay kengaygan shu yeri urush yillaridan beri kech kuzdan erta bahorgacha bozor. Chor atrofdan yig'ilgan yigitlar frontga shu yerdan jo'nashgan. Ustullari chirigan choyxona ham o'sha sertashvish yillardan nishona. Sarsanbay ota otini ilgari shu ustullardan biriga bog'lab qo'yardi. O'zi esa yo bozor aylanardi, yo peshingacha choyxonada o'tirardi. Bozor tugagach, peshin namozini o'qib iziga qaytardi. To'riq uzoq vaqtgacha bunga ko'nikolmadi. Bir-ikki marta hatto tizginini uzib qochdi. Butun bozor ahlini sarson qildi. Bir-ikki marta esa yarim yo'lda tixirlik qilib oyog'ini tirab turib oldi. Bo'lmadi. Qamchi edi, endi ko'nikib qoldi. Sarsanbay ota endi uni bog'lamaydi ham. Otning o'zi shunday ustun tagiga kelib, uning tushishini kutadi-da, ko'zlarini yumib, keyingi bir oyog'iga dam berganicha joyidan qimirlamay turaveradi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Sarsanbay ota ustun tagida otdan tushib choyxonaga kirib ketdi. To'riq og'ir xo'rsinib atrofiga qaradi. Ko'prik tagida bir targ'ir sigir sovuqdan tuklari hurpaygan buzoqni erinchoqlik bilan yelardi. To'riq unga qarab turib zerikdi. Esnadi-da, ko'zlarini yumdi. Sarsanbay ota katta ko'zi singar deraza yoniga cho'kkaladi. Choyxona qurilibdiki, shu joy uniki. Birov o'tirgan bo'lsa ham kelganida bo'shatib beradi. Shu yerdan bozor maydoni yaxshi ko'rinadi. Ko'prikdan o'tayotgan bir odam ham xato ketmaydi. Hammasi ko'zdan o'tadi. Ha, Sarsanbay ota omonmisiz? Dedi choyxonachi choy keltirib qo'yar ekan, yana kelibsan-da. Nima, senga og'irligim tushdimi? To'ng'illadi Sarsanbay ota oftob sarg'aytirgan siyrak qoshlarini chimirib. Jazillama. Azbaroyi achinganimdan gapiraman. Kutgandan yomon narsa yo'q. Sarsanbay ota javob bermadi. Uning bugun go'yo niyatiga yetadigandek kayfi chog' edi. Lekin o'rtog'ining gapi bilan ko'ngli buzildi. Sening nima ishing bor? Choyingni sotsang-chi, demoqchi ham bo'ldi. Tili bormadi. Madmor akaning gapiga jon bor edi. O'g'lidan qoraxat kelganidan keyin bechora 10 yil kutdi.
hadsiz xabarsiz xotini farzand dog'ida ado bo'lay dedi. O'zi esa cho'p bo'lib qoldi. Oxiri chidolmay azo ochdi. Ermagi choyxona. Madmor akaning bugungi gapida chindan ham jon bor edi. Azbaroyi achinganidan gapiraman. Nahotki uning ahvoli achinarli bo'lsa. Sarsanba ota shunday o'yladi-yu, yuragini nimadir timdalab ketganday bo'ldi. Lablari titrab, tuproqdek sarg'aygan soqoli tortildi. Nimadir tomog'iga kelib tiqildi. Bo'shashib ketayotganini sezdi-da, o'shqirdi. Ahmoq, kutsam seni kutamanmi? Sen Azroildan boshqasi orzumand emas. Qayoqdan mulla bo'lib qoldingki, menga o'rgatasan? Jazillanma, iljaydi Madmor aka. Har bozor basharangni ko'rsam, ko'nglim ayniydigan bo'lib qoldi. Qirpiringda podangni boqib yuravermaysanmi? Kerak odam o'zi topib oladi seni. Tag'in o'zing bilasan. Menga desa shu yerda yotib ol. Yo'lda yakka o'zingsan. Tag'in o'lib netib qolmagin deymanda betamiz. O'lsam bir musulmon topilar ko'mgani, dedi o'zini bosib Sarsanboy ota. Sendan Xudo o'zi saqlasin. Choydan urgan kafandan ham urib qolasan. Shunday demaysanmi? Mana yangi damladim. Ich zaharingga. Madmor aka yangi damlangan choyxonadan choy quyib, o'rtog'iga uzatdi. Odam kam bo'lgani uchun o'zi ham yoniga o'tirdi. Hech gap eshitmadingmi? So'radi jiddiy ohangda Sarsanboy ota. Eshitsam, shu zahotiyoq senga odam yuborardim, eshitmadim. Oraga jimlik cho'kdi. Madmor aka o'zini noqulay sezib, ichkisi kelmasa ham xo'rlatib bir ikki choy ho'pladi. Zebi qalay, yuribdimi? Tuzuk, dedi Sarsanboy ota derazaga bir qarab qo'yib. Bugun zo'rg'a yubordi. Bu yoqqa kelishimni bilib, yarim kechada otni dalaga haydabdi. So'kmadingmi? Xavotirlanib so'radi Madmor aka. Yo'q, bu sho'rlikka ham qiyin. Endi so'kmayman. So'kma. Bechoraning sendan boshqa kimi bor? So'kmayman. Lekin Sarsanboy ota birdan qiqir-qiqir kulib yubordi. Ha, hayron bo'ldi Madmor aka. So'kmayman-u, lekin otni haydab nima qiladi? Piyoda bo'lsa ham kelishimni biladi-ku. Buning ustiga to'riq yo'talimni eshitsa, oldimga yugurib keladi. Shuni biladi. Nima qiladi haydab? Ha, endi achinadi-da, dedi Madmor aka ham kulishga harakat qilib. Men achinmaymanmi? Men ham achinaman unga. Yolg'izlik yomon. Buni o'zing ham bilasan. Lekin nachora. Qiyomat qarz bu. Qarz bilan go'rga kirmoqchi emasman. Tushunish kerak-da. Indan keyin assalomu alaykum. Odamlar kirdi. Gap uzildi. Madmor aka o'rnidan turdi. Ko'p o'tmay bozorning odatdagi tashvishi to'poloni boshlandi. Bolalarning qiy-chuvi, sigir-buzoqlarning ma'rashi bilan dalalarning bor barakasi qo'shilib yaqinginada osoyishtalik hukm surgan qaqroq daryoga bahor toshqinidek jon kirdi. Sarsanboy ota yana derazaga tikildi. Ko'prik o'tgan ketganining ko'pligidan xuddi tuyadek lapanglardi. O'shanda ham shunday lapanglab turgan edi. O'g'ilni kuzatganda ham, haydalarni kuzatganda ham, lekin unda odamlar bir tomonga qarab yurgan edilar. O'shalardan ko'pi shu ko'prikdan qaytib o'tmadi. Biri o'ldi, biri bedarak ketdi. O'g'ildan yarim yil hech qanday xabar bo'lmay, birdan qarohat keldi. O'shanda u poda bilan Uzumlida edi. Qo'ylarni soyning narigi sohilidagi o'tlar endigina nish urgan yalanglikka haydab, o'zi nurab devorlargina qolgan toshqala tagida o'tirardi. Kun tik kelganida toshlik qilmoqchi bo'lib, xurjundan suzma olganini biladi. Qishloq tomondan ayol kishining uvvos solib yig'lagani eshitildi. Yig'i tog'dan aks sado berib shunday qattiq jarangladiki, Sarsanboy ota cho'chib ketdi. O'rnidan turib, pastga qarab, sochlari to'zg'igan bir ayol soyg'alab, yuzini yumdalab kelardi. Sarsanboy ota avval tanimadi. Pastroq tushdi. Shunda uning havorang ko'ylagidan tanidi.
Tanidi-yu, yuragi shig' etib ketdi. Zebi, men bu yoqdaman, Zebi, hoy, deganicha pastga o'tladi. Zebi xola uni ko'rib o'zini tutolmay o'kirab yubordi. Nega bo'kirasan? Nima bo'ldi? Sarsamay ota uni bilaklaridan ushlab tortqiladi. G'ofurjon, Zebi xola gapirolmadi. Ho'ngraganicha qo'lidagi qog'ozni eriga uzatdi. Sarsamay ota kichkina ko'k qog'oz parchasini ko'rib hammasiga tushundi. Madmarak ham o'g'lidan shunday xat olgan edi. Sarsamay ota o'qimadi. Qo'l oyog'i muz bo'lib turgan joyida qotib qoldi. Xudo unga bir farzand bergan edi, shuni ham ko'p ko'rdi. Haydarali esa otasidan bir oy keyin jo'naganicha bedarak ketdi. O'g'lining o'rtog'ini o'zi rayongacha kuzatib bordi. Kuzatadigan uning biron kimsasi ham yo'q edi. Jo'naydigan kuni Haydarali Ishakaravaga ortib 2 qo'y olib keldi. Unda G'ofurdan qoraxat kelganiga yil bo'lgan edi. Amaki, shular sizda tursin, dedi iymanib. Dadam qo'yni yaxshi ko'rar edilar. Qaytganida to'y-po'y qilardik. Agar malol kelmasa, xo'p bo'tam, dedi Sarsamay ota. Suvning ichiga qo'shib yuboraman. Malol keladigan joyi yo'q. Ko'prik ustida xuddi o'g'lini kuzatayotgandek Haydarali bilan xayrlashib turib butun vujudini titroq bosdi. Omon bo'l bo'tam, dedi-yu, yoshlagan ko'zlarini ko'rsatmaslik uchun xatini nimalardir solib bergan tugunini yuziga tutib uzatdi. Xolang berdi, ol. Rahmat. Imkon bo'lsa, G'ofurning mozorini bir ziyorat qilib o't. Stalingradda. Shovqin-suron ichida aytilgan bu gapni Haydarali eshitdimi, yo'qmi, Sarsamay ota bilmaydi. Har holda uning bosh qimirlatib, uni nimalardir deganini ko'rdi. Mana, shunga 20 yildan oshib ketdi. Haydarali na uning o'g'lini borib ko'rdi, na o'zi biror xabar yubordi. Tashlab ketgan 2 qo'y 40 dan oshdi. Boshqa qo'ylarga aralashib ketmasin, kelib qolsa topish qiyin bo'ladi, deb Sarsamay ota hammasining bo'yniga qizil latta bog'lab chiqdi. Lekin kelmadi. Tirikmi, o'lganmi, hech kim bilmaydi. Sarsamay otaning bormagan idorasi, surishtirmagan odami qolmadi. Familiyasi, adresini bilmagandan keyin topish oson bo'larmidi? Sarsamay ota shu endi har qayoqqa borib o'zining sarson qilma maslahat berdi oshnalaridan biri. Shunday jahannamdan omon qaytgan odam qachongi 2 qo'yni surishtirib kelarmidi? Xudoga shukr, to'qchilik. Qo'y kerak bo'lsa bozor to'la. Sen yaxshisi bozorga bor. Taniysan-ku, tirik bo'lsa, shu yerda bo'lsa ko'rinish beradi. Bu gap Sarsamay otaga ma'qul tushdi. Shundan beri bitta ham bozorni kanda qilmay qatnaydi. Boshqa kunlari qo'y boqib, tog'ma-tog', darama-dara yuradi. Horib, charchab, hafta oxiri uyiga qaytadi. Rais bir necha marta, bo'ldi endi, ota shuncha ishladingiz, yetar. Endi yoshlar ishlasin, dedi. Lekin Sarsamay ota quloq solmadi. Qanday qilib quloq solsin? Haydaralining qo'ylarini baribir boqish kerak-ku. 7 yot begona odamning podasini kim boqardi? Boqsa ham qanday boqardi? Lekin qarilik ekan. Ilgarilari haftalab oyoqda tursa ham charchamas. Endi yarim kunda madori quriydi. O'tirgisi kelib qoladi. Bir kun uzumlining tepasida shunday horib o'tirgan edi, soydan o'q ovozi eshitildi. Tag'in birorta qo'yini otib qo'yishmasin deb pastga tushdi. Archalarga chirmashib ketgan tokning tagida 4-5 yigit harsangning ustida shisha qo'yib o'tirishardi. Cholni ko'rib bittasi gap otdi. Boboy, nima kaklikning hammasini otib tuzlab qo'yganmisiz? Bittayam ko'rinmaydi-ku. Kaklik ovi qishda bo'ladi-da, bo'tam. Ov qilgani keluvdilaringmi? Ha, bir bosh og'ib keluvdik. Shu tomonda kaklik bo'ladi, deyishuvdi. Bo'ladi, ko'p bo'ladi, lekin qishda bo'ladi. Boboy, qichqirdi archa tagida o'tirgan bir yigit. Qani, bu yoqqa keling. Manavidan bir ichib yuboring biz bilan. Yigit piyolani
to'latib aroq uzatdi. Ichmayman, bo'tam, dedi jilmayib Sarsanboy ota. Hech ichgan emasman. Bir ichib ko'ring, keyin gap bor, qistadi yigit va gandiraklab uning oldiga keldi. Oling. Ichmayman, bo'tam, dedi Sarsanboy ota piyolani itarib. Har qancha gapingiz bo'lsa gapiring, eshitaman, lekin ichmayman. Mayli, zo'rlama otani, dedi miltiq o'qlayotganlardan biri. Bo'lmasa o'zim oldim. Yigit piyolani sipqarib yengiga uxladi-da, dedi. Boboy, ov bahona bir dam olgani chiquvdik-da bu yoqqa. Qo'ydan bittasini soting. Shu yerda u-bu qilib ketaylik. Sarsanboy ota boshini quyi solib jim qoldi. Keyin hijolatlik bilan jilmaydi. Attang bo'tam, sotolmayman-ku, meniki emas. Qishloqqa o'tsangiz har bir xonadondan topishingiz mumkin. Men o'zim ham beraman. Bular omonat, bo'lmasa qo'y sizlardan aylansin. Shunday deng? Ha, shunday bo'tam. Hozir bittasini o'zimiz tutib olsak-chi, yigit iljaydi. Unday qilmaysiz. Omonat dedim-ku, bo'tam. Juda ziqna ekansizda, yigit achchiqlandi. Bitta qo'y nima odamdan ham azizmi, Akbar? Nima deysan, dedi yigitlardan biri. Yur, bittasini tutib kelaylik, raisga o'zimiz javobini beramiz. Yigitlar Toshqal'a tomon yo'l olishdi. To'xtang, qichqirdi Sarsanboy ota. Musulmon bolasimisiz-sizlar? Meniki emas, dedim-ku. Egasi yo'q bu qo'ylarning urushda bedarak ketgan 20 yildan beri boqib yuribman. Insof bormi? Yigitlar to'xtab qolishdi. Keyin bitta-bitta orqaga qaytishdi. Kechiring ota, bilmadik, dedi kimdir. Sarsanboy ota indamadi. Uning rangida qon qolmagan, lablari titrardi. Uzr, boboy. Sarsanboy ota yana churq etmadi. Keyin ohista-ohista qadam tashlab qal'a tomon ketdi. Shu voqeani Madmar akaga kuyunib aytib berganida u ancha o'ylanib qoldi. Keyin dedi: Xafa bo'lma, bir gap aytaman. Xo'sh, shu qo'ylarni kolxozga ber, yaxshisi. O'zingni qiynama. Senda bo'ldi nima-yu, kolxozda bo'ldi nima? Kolxoz yeb ketarmidi? Haydarali kelsa qaytarib beradi. Sarsanboy ota javob bermadi. Mana, hozir ham u bozorga tikilib o'tirar ekan, o'rtog'ining shu maslahati xayolidan ko'tarilmas, lekin nima qilishni bilmasdi. Kun tikkaga kelganda bozorda odam siyraklashdi. Moli sotilmaganlar, tomoshaga chiqqanlar qoldi, xolos. Sarsanboy otaning ertalabki kayfi chog'lig'i yo'qoldi. Haydaraliga o'xshagan birorta odam bu gal ham uchramadi. Nahotki o'lgan bo'lsa? Bu dahshatli fikr cholning xayoliga keldi-yu, qo'rqib ketdi. Yo'q, shuncha o'lib bo'lishi mumkin emas. Bedarak ketganlarning ko'pi keldi-ku, ajab emas u ham kelsa. To'y qilmoqchi edi. Bahona bilan men ham to'y ko'rib qolardim. O'zim qilib berardim to'yni. U shunday xayollar bilan yana ancha o'tirdi. Bozor tugadi. Deyarli hamma tarqaldi. Oshxona tomondan palovning hidi kela boshladi. Ammo chol joyidan qimirlamay o'tiraverdi. Sarsanboy ota o'ziga kelib o'girildi. Tepasida Madmar aka turardi. Bo'ldi endi. Men aytgan ishni qil. Cho'p bo'lib ketasan-ku, axir bunaqada. Sarsanboy ota indamadi. Mahsining qo'nchidan 1 so'm chiqarib laganchaga tashladi-da, o'rnidan turdi. Ketasanmi? Osh damladim, yeb ket. Kelasi gal. Sarsanboy ota karavotdan tushib eshikka yo'l oldi. Xayr, eshikka chiqib nimadir esiga tushdi shekilli qaytdi. Nahotki sen ham tushunmasang, o'zim olib qolganman, o'z qo'lim bilan qaytarishim kerak. Madmar aka javob qilmadi. Faqat o'rtog'i chiqib ketgandi. Zebiga salom aytib qo'y, deb qo'ya qoldi. Qirov bosgan to'riq egasini ko'rib quloqlarini chimirladi. Erkalanib boshini 1-2 siltadi-da, zinaga yaqinlashdi. Sarsanboy ota egarga chiqqan minib jilovni qo'lga oldi. Ketdik. To'riq tanish yo'ldan indamay yo'rg'alab ketdi. Uning yurishida ham egasining dilidagi kabi
bir umid bor edi.